Aybga buyurmaysizlar, qadrli yurtdoshlar. Videoni ulab olamiz. Ikkita video bo'lib qoldi. Nima demoqchi edim? Bir-ikkita blogerlar, boshqalar internetda ko'rib qolyapman. Video chiqaryapti-da, kichkina meshalkachani chiqaryapti-da, u mollarga beradigan yemni ham aralashtirib olmaydi. Motorchasi krujkadek. O'shani O'zbekistonda yagona deyapti. Biz u meshalkani kattasidan olib kelganmiz. Daryoni toshini qoradigan, har bittasini o'z razmerini ko'rdilaringiz, mana shunday bo'lib yotibdi. U sinovdan o'tgan. Lyuboy 1.8 pagroshikka tushadi. 3 kubalikda ham meshalkasi bor. Agar kimga qiziq bo'lsa, uni ham olib kelib beramiz. Meshalkani o'zi vesi 1 tonnadan oshiq bizda. Tarasini ichi 1.5 kubalik, 1 kuba betonni qoradi. Bir aralashganda ko'plar Carmix olyapman deydi. Bu birdaniga siz ikkita texnika olasiz. Bir olganda 1 kubani shunday yerdan oladi-da, o'zi qorib, keyin ko'targanda ham 420 balandlikka ko'tarib tashlaydi. Lyuboy seysmopoyezd ustini ham o'zi quyadi. Tagida lyuklari bilan bor. Endi o'zingiz hisoblang. O'zi yechib taqadigan adapterlari ham bor. Pagroshik ham bitta meshalga bir vaqtda olganingiz yaxshimi? Moshnisini slabi emas, moshnisini stenkasini o'zi 2,5 sm bo'ladi. Juda qalin temirdan ishlangan. Undan tashqari ichida mana bunday bronirovkalari ham bor. O'shanaqa olgan yaxshimi? Dva v одном qilingan ikkita texnikani bitta qilingani yo bo'lmasa prosta beton qorgich olgan yaxshimi? Biz ham Carmix ham olib kelamiz, lekin bu klient uchun juda zo'rda. Bitta texnika olasiz, xuddi ikkita texnika olgan bo'lib qolasiz. Keyin yana nima demoqchi edim? Video chiqarganda ko'plar O'zbekiston eng arzon emas. Lyuboy joyga solishtiringlar. Mana 1.8 deysizlarmi, 1.5, 1.2 emas. Siraz narxlarni aytib tashlayman. Avval bunday ochiq aytmardim. Prosta nima deydi? Ko'plar uje men video chiqarmayotganimga boshqacha narx aytayapti, eng arzon deyapti. 1 kubaligimiz $12,000. Zakazga 1 kuba u. Rostdan ham 1 kuba 55 kilovatlik, 75 ot kishi bo'ladi. Turbinasi bor, konditsioneri bor. Yarim kubalik ham bor, $10,000 ga ham bor. Prosta uni kimga kerak bo'lsa olib kelamiz. Uni mощность sal pastroq bo'ladi. 1.2 kubaligimiz 14,000. 15,000 mayli 14 ga olib kelib beramiz. U ham konditsioner, hamma narsasi ichida full bo'ladi, hamma narsasi bo'ladi. Yana 1.5 kubaligimiz. Bu yerda nalichida 19,000 da bor, 6 tonnalik 1.5 kubaligimiz xuddi o'shani 17,000 ga olib kelib beramiz. Pod zakaz. Ozgina kutasiz. Hech joyda bunaqa narsa yo'q. 1 kubalikni 230 million deyapti. Bizda 1.5 kubalik 228 million. Zakaz qilsangiz 200 million. Mana kim mana shu bo'ldi, ochiq konkurensiyami, открытый konkurensiya qilsa, mana qo'ysin, kim bundan arzon narx bera oladi? Mana hammaga viziv, короче. 1.8 pagroshigimiz 25,000 narxi. Kim 1.8 ni 25 ga bera oladi? O'sha 315 talik qarobga, o'sha sizlar hammalaring biladigan Vichay motor 6 portionli narxi 25,000. 1.8. Vesi 8 tonna to'g'ri, 10 tonna emas, lekin hamma narsasi razmer o'sha g'ildirak 17,5 ga 25 g'ildirak, 6 portionli o'sha Vichay motor. Hamma joy bir xil. Mощность 92 kilovat, 125 ot kuchli o'sha narsa turibdi, hamma narsasi. Vesi sal yengil bo'lgan bilan bu ham o'sha 3 tonnani ko'taradi. Mayli, sal mощныйroq pagroshik kerak desangiz, katta 10 tonnaligi bor, katta korobka. Mana katta korobkani solishtiringlar boshqa joy bilan. U STLJ olasizmi, Lonking olasizmi, XMJ olasizmi, hammasida bir xil motor turibdi, Vichay motor. Yo'q, unaqa emas deganlar kommentariyaga yozinglar, men tushuntirib beraman. Qayerda nima turishini shuni yoddan bilaman. Keyin katta korobka 2,1 kubalik qo'sh qo'yib beramiz. Qalin qo'shdi, o'sha hamma biladigan 2,1 kubalikni. Narxi boshqa joylarda men aytmayman, mayli 34-35 dan sotyapti. 31 bizda. Solishtiringlar. OLX ga kiringlar, solishtiringlar. Ekskavatorda ham mayli aytmayman, boshqalarda necha pul kim qanday sotyapti. Yanmar desalar, Yanmar 42 ga olib kelib beramiz. Xinchay, Yuchay motorlari bilan bo'lsa 40,000. Avtomat korobka. Bu ham vesi 8 tonna, 85 talik. Lapalari bor. Komplektida 6 ta narsasi bor. Keyin yana bitta narsa, Perigon nima? Perigon
Ko'p odam bilmas ekan buni. Poligon degani motochasiga qaraysiz, yangi texnikani уже 50 motochasi, 40 motochasi, 60 motochasi ishlanib, demak bu o'zi yurib kelgan. Xohlasangiz bizda mexaniklarimiz bor. Tushuntiradi poligon asli qanday последствия nima bo'lishini, nima buni oqibati qanday bo'lishini. Poligon degan 1300 kilometrdan Xorgosdan texnika o'zi yurib keladi degani, haydab keladi. Uni 4 sutka, 5 sutkada haydab keladi. Endi bitta tasavvur qilamiz. Nukusdan Toshkentgacha texnikani o'sha pogrebщикni o'zingiz haydab keldingiz, nima bo'ladi? O'zingiz men bilib olavering, mana shu poligon deydi. Bizni texnikalarimiz trallerda keladi. Uni videolarini ham o'zlaringizda ham hammada bor. YouTube'da qo'yib boramiz muntazam. Bizniki 0 probeg. Mana shu narxga probegi 0. Shu yana nima? Kimda qanaqa savollar bo'lsa, misol texnika bizga zakaz qilayotganlar juda ko'payib ketdi hozir. Kim zakaz qilmoqchi bo'lsa, misol 40 mingga texnika nima ekskavator zakaz qilmoqchimiz yo 42 mingga, boshdan 20 ming, 25 ming bormi? Muammosiz. Boshdan pulni to'laysiz, kelgancha ozrog'ini bera olganingizcha berasiz, qolganini rastamoshka qilayotganimizda berasiz. 1-2 so'm yetibmay qolsa ham foizsiz kelishib ketamiz. Bizda foiz moz yo'q. Pogrebщикlar ham xuddi shunday. 200 million bering, yetganicha-da. Misol 1.8 olmoqchisiz. Narxi 25 ming misolda. Boshiga 200 million bering, 25 ming 300 millionga tushyaptimi 1.8 sizga? 200 million beringiz 100 millionni bir oyda kelsa, misol bir oygacha yo topsangiz topasiz, yo bo'lmasa kelgandan keyin berasiz. Mana shunday. Endi boshqa joylar bilan solishtiring. Любой joy bilan solishtiringlar. Shu prosta video chiqarganda ko'p odam chiqaryapti, O'zbekistonda eng arzon. Unday demanglar. O'zbekistonda eng arzon bo'lgandan keyin u narxni sizlar aytinglar. 20 million arzon deb olasizlar. Qaysi summadan arzon? 20 million. 400 milliondan arzonmi? 500 milliondan minus 20 millionmi? Hozir bir kubalikda aytyapsizlarda 230 million deb oryapsizlarda minus 20 million skidka. Bir kubalik bizda 12 ming dollar, 11 ga berib yubordik. 12 ming dollar turadi bizda. Biri 5'ti, biri 5'ti 19 dan sotyapmiz mana. O'shani 17 ga olib kelib beramiz. 200 million so'mga biri 5 olib kelib beramiz. Biri 8 da 25 ming olib kelib beryapmiz. Solishtiringlar. Sizda motor qanaqa keladi? Biri 8 da o'sha vichay motor keladi. Boshqalarda ham shuku 6 porshinli vichay motor keladi. Katta korobka desangiz, katta korobka qo'yib beramiz. 2.1 kovush desangiz, 2.1 kovush qo'yib beramiz. Ekskavatorda kattasini 150 taliklari bor, 135 taliklari, 135 taliklari 70 ming, 150 taliklari 75 ming. Любой narsani aksessuarini qo'shing desangiz, qo'shib olib kelib beramiz. Chelust bor, nima qaychi qo'shaylik desangiz, qo'shamiz. U ozgina o'zgaradi. Misol biz motor qo'shganimizga qo'shilsa 2000 qo'shiladi. U 10 ming, 20 ming qo'shilib ketmaydi. Keyin boshqa texnikalar bormi desangiz, bor. Grader, o'sha Carmex bor-ku, beton qo'y. O'shandan katok deysizlar, любой texnikani zakaz olsangiz baribir yutasiz. Kami 5 ming, 10 ming, 20 ming o'shanday arzon kelaveradi. Men misol pulim bor, lekin ikkilanyapman zakaz qilishga desangiz, mana bizda zakaz qilib, o'sha texnikani olib ishlatib yurgan odamlar bor. Gaplashinglar, nomerlarni beramiz. Qani uka, siz texnika olibsiz. Qanday ishlayapti? So'rab ko'ringlar. Hamma narsa bizda ochiq-oydin. Kelayotgan texnikalarimizni zakaz qilganlar ham, o'sha uyiga olib ketib ishlatayotganlar ham davolang. To'g'ri, bir ikkita defektlari ham bo'ladi. Defektlarni hammasini mana bitta bizda hech narsani yashirish yo'q. Mana bitta klientimiz Navoiydan pogrebщик olgan, defekt bo'lib qolgan motorini qilib berdik. Aniqrog'i o'zi ustaga qildirdi, pulini to'lab berdik. Yana bitta unaqa ko'p bo'lgan, bitta yana ikkitami, 3 ta klientimiz, bittasi katta Qo'rg'onda, adashmasam silindri nima salniga o'lib qoldi. O'shani ham pulini tashlab yubordik. Biz deganimiz garantiya yoziladimi? Biz amalda ham bajaramiz. O'shanga ikkilanayotganlar bo'lsa, men klientlarimiz bilan ham gaplashtiramiz. Bizda hamma narsa открыто, ochiqchasiga nima qilinadi. U videoda boshqacha, kelganingizdan keyin ofisda boshqacha gap bo'lmaydi. Keyin yana bitta narsa, biror texnik